Xo'p, bugungi videoda hozir Romare'ga men daramalar haqida tushunarsiz tushuntirib beraman va ular qaysi darama ekanligini topishlari kerak bo'ladi. Birinchi daramamiz yigitini xiyonatini deb boshqa boshi aylanib suvga tushib ketadi-da, boshini ko'tarsa 8 ta yigit uni qarshi olgan bo'ladi. 8 ta yigitni hammasini yaxshi ko'radi, lekin bittasini ko'proq yaxshi ko'rganidan o'shani tanlaydi. Lekin u yigit bu qizni uncha yaxshi ko'rmagan bo'ladi. Shuning uchun qiz oxirida baribir bitta o'zi qolib ketadi. Shunaqa drama bormi? Siz ovoz bergansiz. Yo'q, unaqa dramaga. Voy, men sizga atalib chalkashtirib tashladim, topolmasingiz. 8 ta yigit. Ha, balki 7 tamidi, 6 tamidi. Ko'pda ish qilib. Yigit, prosta yigit, o'zi ular oddiy yigit emas, shahzodalar. Oyoq. Ko'rasizlar, topib qo'yadi u. Keyin qiz juda nochor, lekin badavlat unga ko'ngil qo'yadi. Lekin u badavlat bola juda qaysar va jahldor bo'lgani uchun mehribon do'stini tanlaydi. Lekin o'sha serial davom etganda mehribon do'st emas, o'sha qaysar badavlat bolani tanlaydi, oxirida hamma qarshi bo'lsa ham birga bo'lishadi. Imkonsiz nikoh? Yo'q. Siz ovoz bermagansiz, no? Butun o'zbeklar eshitgan, darama ko'radiganlar. Men ovoz berganman. Maqsuma bilan. Yo'q. Guldan go'zalliklar. O'zingiz. Xo'p. Qiz kambag'al va juda nochor ahvolda bo'ladi, yana. O'zini ahvolini yaxshilash uchun eng aqlli qallobga aylanadi-da, badavlat bilan to'y qilib oladi. Voy. Aytavering meni? Bola juda kuchli bo'ladi, lekin bir qiz bilan uchrashganidan keyin bola kuchsiz bo'lib qoladi. Haydan. Voy.